Men Dovud Rahimov, O'zbekiston vismanchilari ichida eng yosh mutaxassisman. Assalomu alaykum azizlar. Visman kompaniyasining mijozlari va hamkorlariga ma'lumki, joriy yil boshida kompaniya tomonidan top 10 Visman montajchilari +2 va top 2 Visman sotuvchilari +1 tanlovlari e'lon qilinib, uning g'oliblariga Germaniyaga 5 kunlik bepul sayohat imkoniyati taqdim etilgan edi. Va nihoyat, bugun biz g'oliblar intizorlik bilan kutgan onlar yetib keldi. Germaniyaga sayohat qilmoqchimisiz? Unda bizni kuzatishni davom eting. Why wait to say? At least I did it my way. Lie wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 17 kishilik jamoa Inomjon Ibrahimov boshchiligida Toshkentdan Germaniya tomon yo'l oldik. 7 soat deganda samolyotimiz Frankfurt aeroportiga muvaffaqiyatli qo'ndi. Hammaga alangali salom. Shu videoni oxirigacha kuzatinglar. Biz bilan yurgandek bo'lasizlar. Xudo xolasa. Bizni maxsus avtobus va bizga biriktirilgan kompaniya yo'lboshchisi Yakub aka kutib oldilar. Avtobusimiz Marburg shahri tomon yo'l oldi. Yo'l-yo'lakay Germaniyaning chiroyli manzaralaridan bahramand bo'lib, mehmonxonaga yetib keldik. Shinam va chiroyli mehmonxonaga joylashdik. Mezbonlar bizni turk restorani bo'lmish Sulaymon Usta restoraniga kechki ovqatga taklif etishdi. Sayohatimizni ikkinchi kuni rejamizning asosiy qismlaridan biri bo'lmish Allendorfdagi Visman Werke Ein, ya'ni Vismanni birinchi zavodiga tashrif bilan boshlandi. Sayohatimiz ikkinchi kunida Vismanni Allendorfdagi asosiy shtab kvartirasi Kattor zavodiga ketyapmiz. Xudo xolasa hammaga yoqadi degan umiddaman. O'zbekistondagi ustalar yulam aktiv bo'laylik. Shunaqa sizlarni ham olib kelib, Yevropalarni ko'rsatib, tajribalarni bilan boyitib ketaylik. Kirishda bizga mehmonlarga mo'ljallangan QR kodli bejik, quloqchin hamda maxsus nimchalar berildi. Birinchi bo'lib kompaniyaning showroomiga kirdik. U yerda yangi mahsulotlar bilan tanishdik. Keyin har bir binoni yuragi sanalmish kotelniga kirdik. Kirdik-ku, bu yerdagi gigant kachollarni ko'rib, kapalagimiz o'chib ketdi. Вот так я выгляжу на фоне этих огромных котлов. Посмотрите, какие они огромные. Сзади меня стоит сейчас один из самых больших котлов в производстве Висман. Это Vitomax 300, по-моему. Да, Vitomax 200, оказывается. Посмотрите, какой он огромный. Ё-моё! Aytishadiki, tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. Bas shunday ekan, biz kompaniyani tarixi bilan tanishish maqsadida bu yerda tashkil etilgan muzeyga o'tdik. Endi ikki og'iz Visman kompaniyasining tarixi haqida. Visman Germaniyaning eng mashhur kompaniyalaridan biri bo'lib, unga 1917-yilda Johann Visman tomonidan asos solingan. Bu kompaniya dastlab po'lat qozonlar ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. 1928-yilda Visman birinchi yonish kamerali qozonni ishlab chiqaradi. Bugungi kunda Visman isitish, ventilyatsiya va klimat kontrol sohasida dunyo yetakchilaridan biri bo'lib, innovatsion va ekologik toza yechimlar taklif qiladi. Kompaniya 74 dan ortiq mamlakatda rasmiy faoliyat yuritadi, jumladan bizning O'zbekistonda ham, va energiya tejovchi texnologiyalarni rivojlantirishda davom etmoqda. Albatta bu yerdan keyin kachollar ishlab chiqaruvchi bo'limga kirishimiz kerak edi va kirdik ham. Lekin afsus, tasvirga olish uchun ruxsat berilmadi. Keyingi manzil zavod ombori edi. Aynan shu yerdan tayyor mahsulotlar maxsus transportlarga orttirib, regionlarga tarqatilar ekan. Biz ham mezbonlarga chiroyli qabul uchun minnatdorchilik sifatida Sayqali ro'yi zamindan maxsus buyurtirilgan sovg'amizni topshirdik. Здравствуйте, Якуб ака. Здравствуйте. Это от имени нашей компании Висман Самарканд, Самарканд Сантехник. Такой небольшой Красивый. подарок. Это национальный, да, из Самарканда. Вау. Здесь изображен Регистан, главная площадь Самарканда. И сзади тут есть QR-код.
Вы можете отсканировать его, и там наш телеграм-канал, YouTube-канал, Instagram, все выйдет. Подписаться под вас можно, да? Да, можно посмотреть ролики и куда-нибудь повесить. О, Можете. красивый подарочек. Пожалуйста, Большое это вам. спасибо. Не за что. Ajoyib taassurotlar bilan zavodni tark etdik va Marburg shahrini aylandik. Aytgancha, kompaniyaning mana bu mahsulotlarini esdalik uchun sotib oldik. Sayohatimizning 3-kunida Germaniya poytaxti Berlin shahriga yo'l oldik. Jamoa a'zolari o'tgan 2 kun ichida bir-birlari bilan ancha inoqlashib olishdi. Hazil mutoyiba va samimiy suhbatlar bilan bo'lib, 7 soatlik yo'l bir pasda ortda qoldi. Ammo yetib kelganimizcha qorong'i tushdi. Mehmonxonaga joylashdik. Четвертый день нашего путешествия. Мы направляемся на завод в Берлине. Вот так выглядит наш сегодняшний автобус. И очки зелёные я расшаркин сайдазон. Do'ppi bilanmi? Juvachka bilan samimiy. Juvachka вообще. Mana Germaniya poytaxtida joylashgan Wismar Werke Berlin, ya'ni Berlin Wismar zavodiga ham yetib keldik. Ta'kidlash joizki, bu yerda asosan teplovoy nasos ishlab chiqariladi. Тест-инженер. Вот здесь установлены тепловые насосы. Вон там, смотрите, конденсат течет. Вот здесь. Грунт специальный на бетоне и креплении. Хотят вот эти 2 тепловых насоса, чтобы они работали в каскаде. Пошла функция оттаивания, испарение, наружный вот этот заморозку. Вон, смотрите, как течет. Bu zavodni ham aylanib chiqdik. Ana endi esa Berlin shahrini tomosha qilamiz. Qani ketdik. Va nihoyat sayohatimizning 5-kuni Wismar Industrial Boiler Mittenwalde, ya'ni Mittenwaldedagi Wismar sanoat qozonlari zavodiga tashrif bilan boshlandi. Made in Germany. Das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert. Für unsere Produkte, für unseren Erfindungsreichtum. Bu zavodni ham obdon tomosha qilib chiqdik. Juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik va ajoyib taassurotlar bilan orqaga qaytdik. Вы же знаете, что узбеки очень гостеприимный народ. Мы с пустыми руками не ходим, всегда обычно с подарками. Вот у нас подарок Якову, нашему другу, который нас сопровождал столько дней. На все наши вопросы он сдержанно держался. И очень такой улыбчивый человек. Вот так делается. Ну, конечно. Спасибо. Национальная Чебетейка. Вот так универсально сделали, чтобы никто не ошибался. Fursatdan foydalanib jamoa nomidan Wismar O'zbekiston ma'muriyatiga shunday imkoniyatni yaratib berganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz va kompaniya mahsulotlarini o'rganish, mijozlarga o'rgatish va ustalarga to'g'ri o'rgatishni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zbekistonda uchrashganda uchrashguncha. Xayr.